Hamma bilan salomlashaman. Men Rick, PUBG Mobile produseri. So'nggi 8 yil davomida PUBG Mobile butun dunyo bo'ylab o'yinchilar bilan birgalikda o'sishda davom etdi va hatto bugun ham biz ushbu jang maydoniga to'liq sodiqmiz. Biz ko'proq resurslarni investitsiya qilishda, tajribani yaxshilashda va PUBG Mobile'ni ko'proq o'yinchilarga, ko'proq yo'llar bilan yetkazishda davom etyapmiz. Bugun men sizlar bilan muhim bir narsani baham ko'rishda xursandman. Yangi ilova PUBG Mobile Lite. Biz uchun PUBG Mobile Lite bu kichikroq tajribaga ega, kichikroq o'yin yaratish emas. Bu yuqori sifatli PUBG Mobile standartlarini saqlab qolgan holda o'yinchilarning o'ynashini yengilroq va qulayroq usulini taqdim etishdir. Biz turli o'yinchilarning ehtiyojlari turlicha ekanligini bilamiz. Ba'zi o'yinchilar eng boy kontent, eng yuqori sifatli o'yin va o'yin taklif qiladigan barcha narsalar bilan to'liq PUBG Mobile tajribasini xohlashadi. Bunday o'yinchilar uchun PUBG Mobile eng yaxshi tanlov bo'lib qoladi. Ammo ba'zi o'yinchilar jang maydoniga tezroq kirishni, ko'proq xotira saqlashni, qurilmaning yuklamani kamaytirishni xohlashadi. Aynan shuning uchun biz PUBG Mobile Lite'ni yaratmoqdamiz. PUBG Mobile Lite bu PUBG Mobile'ning tezroq va moslashuvchanroq kirish xohlaydigan o'yinchilar uchun mo'ljallangan yangi versiya. Dastlabki yuklab olish Androidda atiga 1 GB atrofida, iOS'da 2 GB dan kamroq. Birinchi o'yiningizdan oldin hech qanday majburiy yuklab olish paketi yo'q. Yuklab olish tugagach, siz to'g'ridan-to'g'ri jang maydoniga kirishingiz mumkin. Biz PUBG Mobile Lite'ni yanada moslashuvchanroq qildik. O'ynash uslubingizga qarab qaysi qo'shimcha modullarni yuklab olishingizni tanlashingiz mumkin. Shu bilan birgalikda PUBG Mobile Lite hali ham PUBG Mobile tajribasi bilan bog'liq. Klassik Erangel xaritasi, tomonlar va asosiy jang tizimlari PUBG Mobile'ga moslab ishlab chiqarilgan. Shuning uchun jang tajribasi haqiqiy va mukammal bo'lib qoladi. Agar sizda allaqachon PUBG Mobile akkauntingiz bo'lsa, u bilan PUBG Mobile Lite'ga kirishingiz mumkin. O'z buyumlaringizni o'tkazishingiz mumkin. Shunda sizga yoqadigan kiyimlardan foydalanishda davom etasiz. Shuningdek, do'stlaringiz bilan PUBG Mobile'da birlashishingiz mumkin. Shunda otryadingiz hech qanday ijtimoiy to'sqinlarsiz birga qoladi. Kelgusi PUBG Mobile Lite hali ham PUBG Mobile bilan birgalikda yangilanib boradi. Shunda o'yinchilar yangi kontentdan birgalikda bahramand bo'lishi mumkin. Biz PUBG Mobile Lite'ni shu yil oxirida rasman chiqishini maqsad qilyapmiz. Qo'shimcha yangiliklarni kuzatib boring va 25-avgustdan boshlab do'konlarda oldindan ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. PUBG Mobile bilan birgalikda kashf etyapsizmi yoki jang maydoniga qaytyapsizmi? Sizni PUBG Mobile Lite'da kutib qolamiz. Winner, chicken dinner. Jang maydonida ko'rishguncha. Xo'sh, endi muhim bir jihatga o'tsak. Ko'pchilik PUBG Mobile League nomini ko'rib, bu eski PUBG Mobile Lite bilan bir xil deb o'ylayapti. Lekin